Ha, pochchamiz uliga. Nima gap, opa? 5000 kerak bo'lib qoldi. Mayda yo'q, may 50 ming. Ko'ki deydi. Ha? Bechora pochchani qayerdan olsa, mashinasi buzilib qoldi. Yo'q, bular moshinada yuradi. Bechora, biz peshko merimiz shedire, ma. Opa, hashar bo'l debsan, nima ish qilish kerak? Ukam qara, mana bu devorni polniy buzib balandroq qilib ko'tarish kerak. Undan tashqari mana bu polniy travetrin qilib, pastini 60 talik sokol qilish kerak. Tomni yopish kerak, oyna qo'yish kerak. Bo'l. Shu hashar deyiladimi? Ha? Ma. Mana opa, uchastka tayyor. Davay. Rahmat ukam. Opangizga pochka kerak. Nechi pochka kerak? Yo'q, buyrak. Oling. Rozi bo'l bergan pullaringga. Ukani puli, apani puli, apani puli, o'zini puli. Adashdim ukam. Apani puli, erini puli. O'zing tinchmi, opa? Ha, tinch shu, ozgina pul kerak bo'lib qoluvdi. Ha, bor. Kredit yechib ketibdi-da, opa. Teftanmi? Uyga mebel kelyotdi. Hatsa shuni ko'tarib tepagacha olib chiqishvat. Tamam. Uydagilarni ko'rishga boramiz bugun. Opa, belim og'riyapti, nimagadir bo'lib shuni ko'tara olmayapman, boka, ha? Hech bo'lmasa uygacha tashlab qo'y. Ha, bo'ldi, tamam. Olib boraydim, benzin yo'qda. O'zi shu ukala to'ygacha opasiga jonini berar ekan. To'ydan keyin faqat xotiniga berar ekan. Avtobusda yetib olaman.